Ergashev Muhammad Ali, demak hozir 5 yasharmi? Ha, Jizzax viloyati shu yerda. Sharif Rashidov tumanidan. Ertalab kecha 3-4 marta chiqdi, keyin ertalab infeksion bansiga olib bordim. Ichidan o'shanda shilimshiq shilliq kelib qolgandida, unga yaqin bo'layotgan bo'lsa, doimiy parhezda yuramiz. 10 kunda bo'laydi. 10 kun ichida to'liq natijaga erishsak boshqa kelmaymiz. Yoki yozilayotgan paytida ichidagi iring kamaytirib bergan bo'lsa ham, iring baribir ketgan paytda bo'ladi. Siz osmon qo'l olgan dorilaringizdan salkam 100 barobar kuchlilik qiladi. Bola mana shunaqa emas edi bu kelgan. Jim o'tirardi bir pulsani. Nimalar o'zgardi shunda? Orqasidan kuzatib yurasiz, 6 oygacha. Meva yezdimi, asta-sekin ichib o'ta boshlaydi. Shuncha yo'l bosib kelsiz. Afsuslanmaysiz. Yo'q, umuman afsuslanganim yo'q. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Yana bir marta kalitni davolash turdasidan chiqdimi? Ha, rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tak, Ergashev Muhammad Ali 20-yilmi? Ha, 2020-yil. 20-yil. Demak hozir 5 yasharmi? Ha, Qayerdasan? Jizzax viloyati shu yerda. Qayer? Sharif Rashidov tumanidan, Inglizdan. Inglizdan? Ha. Ha. Yaqin ekansizlar-ku. Qani endi eshitaman, bolangiz to'g'risida gapirib beringchi. Bu 2023-yil oktyabr oyida buniki boshlandida ich og'risi. Bir to'yga borgandik. O'sha to'yda keldik, kechasiga keldik, rosa isitma qildida, hojatga chiqaverdi. Ertalab kecha 3-4 marta chiqdi, keyin ertalab infeksion bansiga olib bordim. Keyin borgandim, ichakka infeksiya tushgan dedida, dorilar yozib berdi. Keyin uni ichdi, uni aytgan anaqalarini qildik. Keyin sal to'xtaganday bo'ldi. Keyin bir haftalardan keyin yana boshlandi. Ichidan o'shanda shilimshiq shilliq kelib qolgandida. Shundan keyin mana hozir 1,5 yilga yaqin bo'layotgan bo'lsa, doimiy parhezda yuramiz. Faqat qaynata va sho'rva ichdi. To'g'risi bir 6 oylar shunaqa ichdi, hatto mastava ham icha olmadi. Voy og'ir ovqat yesa, mastava ham og'irlik qildida ichaklariga. Anaqa bo'lib qoldi. Ichi buzilib qolaverdi. Ichidan shilimshiq shunaqa narsalar kelib qolaverdi-da. Keyin Samarqandga olib bordik. Samarqandda ham lichina qildik, bo'lmadi. Toshkentda yotib chiqdik. Toshkentda ham bir foydasi bo'lmadi. Toshkentda qayerda yotdilar? Pediatriyada, Qoraqamishda. Hop 10 kunga yotqizdingizmi? Ha, 10 kunga yotqizdik. Bordi, ahvoli bir bunaqa bo'lib qiyin ahvolda borgansiz, to'g'rimi? Ha, 5-6 martaga hojatga chiqardi-da, hojatga chiqardi. Ketdi deylik. Dori darmon berdi, ukol qildi, osmon qo'llar olgan. Keyin nima bo'ldi? Ketayotgan paytingizda qay ahvolda ketdingiz? Yo'q, o'zgarish umuman bo'lgani yo'q, chunki o'sha qanday ahvolda borsak, o'shanday ahvolda qaytdik. Xususiy больницami, davlatnikimi? Yo'q, davlatniki, Qoraqamish pediatriyada yotdik. To'laganingiz bo'yicha. Yo'q. Meni videolarimni ko'rib keldingiz. Ko'rdingiz-a? 10 kunda bo'laymi? Agar shu 10 kun ichida to'liq natijaga erishsak boshqa kelmaysiz. Agar shu 10 kun ichida natija 50%, 60% ga bo'layotgan bo'lsa, bu natija hisoblanadi. Demak, men qanaqadir organizm o'zgarish kiritdim va sizdan xolos sabr kerak. Yana 1 oydan keyin qaytib kelib, yana qolgan 10 kun davom ettirasiz. Qachongacha bo'ladi? To ichi normal bo'lguncha. Kelgan odamning hammasini ishini to'g'rilab beralyapti. Mana qarang. Mana bu papkada mana ko'ryapsizmi qancha odam bor. Bular hammasi rahmat deb ketgan odamlar. Mana bu joydan ochaylik. Mana. Farnaka rahmat. Rahmat nima uchun aytiladi? Demak, ishi bitdi. Yaxshi bo'lib ketgan. Rahmat. Axlatning sifati yaxshilandi. Sog' odamlarnikidek deb yozib qo'yibdi buni. Hammasi shunday. Bekka kelib yotib chiqqan odamlar bilan ham gaplashdim. Ha, keyin qarang. Undan tashqari ishi oxiriga yetmaganlar papkasi bor mana. Bu bundan bir 2 barobar kamroq. Ana ularda 10 kundan keyin kelmagan odamlar.
10 kungacha boyagi 70%mi, bir xilda 80%, bir xilda 50% tuzaladi-ku, masalan, qayerdan bilamiz? Yozilishi 20 marta bo'layotgan bo'lsa, 12 ga tushirib beraman. 12 marta bo'layotgan bo'lsa, 5 ga tushirib beraman. Lekin 5 ham ko'p-da. Yoki yozilayotgan paytida ichidagi iringni kamaytirib bergan bo'lsam ham, iring baribir ketayotgan paytda bo'ladi. Ana o'shandan keyin aytaman, hammaga aytaman, inson, tushuninglar. Umrlaring hali qancha yashashga imkoniyat bor sizlarda. Menga o'xshab yoshlaring katta bo'lguncha ham qancha yashaysizlar. Ana shuni arasida mana masalan, mana o'g'lingizam. Aramizni ko'ryapsiz-ku, 60 yosh farqimiz bor. Meni yoshimga, hech bo'lmasa meni yoshimga yetish uchun 60 yil umr ko'rish kerak. 60 yil umr ko'rish uchun hozirgi holatda bu narsa qiyin, ichib yuraversa. Shuning uchun o'sha ichidan 60 yilning ichidan menga bir 20 kuningizni ajratib bering. Aytganini qilib turing, men qilib beray, undan keyin boyagi ishingizni bilib qilaverasiz. Tushundingizmi? Bu yerda odamlar bilim olib ketadi. Bu yerda sifatli ovqat turmush tarzini bilib ketadi. Qanday qilib ovqatlanib yursa ertaga bu kasal bo'lmaydi, shuni bilib ketadi, o'rganib ketadi. Bu esa kelajakda umriga umr qo'shadi. Xudo xohlasa-da, endi umr qancha bergan bilmayman-ku, lekin bu shunday. Biz sababchimiz. Mana shu sabablarni o'rganmoqsiz bo'ladi. Ha, u odamlardan xafa emasman. Balkim sharoit ko'tarmagandir ikkinchi marta kelishga. Balkim hafsalasi pur bo'lgandir. Balkim qanaqandir bezillab qolgandir bu yerga kelib turib klizma olishiga. Hamma o'zining ixtiyori. Hammaga lekin aytiladi. Ularni отдельно qo'yib, bir chekali qo'yib qo'yganman. Ularga qarshi. Mana ko'ryapsiz, mana shu qilganning natijam ham ancha-muncha bu yerda. Больницаga yotdingiz. O'sha siz aytgan pediatriyaga yotdingiz. O'sha yerda palatada bir qanchadir ayol bilan yotgansiz, to'g'rimi? Hammasini telefon nomerini olib, dugona-pugona bo'lib olgansiz. Birontasi tuzalgan joyi bormi? Yo'q, ular doimiy yotib yurar ekan shunaqa. Narigi nechta palata bor jami больницangizda? Palata ko'p. Katta, juda katta. Katta. Shularning ichida o'zingiz palatangizni taniysiz yoki bironta ikkita yondagi qo'shnimniki. Qo'shnilaringizni bilasiz. O'shanda birontasi mana mening bolam yaxshi bo'lib qoldi degan joyda eshitdingizmi? Yo'q. Kelib yurar ekan dedim-ku, yana qaytib borar ekan. Vaqt o'tarkan borar ekan. Endi tasavvur qiling, yosh bola tinmay dizbakterioz bo'lib, sal durust bo'lib, yana borib больница, mana odam miyasi portlaydi-ku bunda. Borar ekanda, yana qaytib vaqt o'tarkan, yana borar ekan, vaqt o'tarkan borar ekan. Tushunarli. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi. Bunga faqatgina men ozroqgina qiyinchilik joyi klizma. Qolgani osonroq. Bu faqat o'zingiz asosda dorini ichkizib olishingizga bo'ladi. Berayotgan, tayyorlagan dorim malhamim. Siz ichkizib yurgan, siz osma ukol olgan dorilaringizdan salkam 100 barobar kuchlilik qiladi. Bu narsani ixtiro qilib topdim, Xudoga shukr, mana beryapman. Nima desam bo'ladi? Nojo'ya ta'siri yo'q. Falon joyga turtib ketdi, falon joydan bo'rtib ketdi degan. Biz orada Toshkentlik tabibga ham bordik. Faqat uyga berib yurar ekanda narsani. Uyga berib yurar ichida masalan o'zimizning aptekaning dorisi ham bo'lishi mumkin, kun darasida. Tabletka chiqargan ekan, to'g'risi anaqa bo'lmadi. Ichirmadim, 15 kun ichirdim, qarasam oldingidan ahvol yomonlashganda. Keyin shartta to'xtatib tashladi. O'zingizda tafakkur bo'lsa, o'zingizda bilim bo'lsa, bunday o'ylab ko'rish qobiliyatingiz bo'lsa, siz o'ylashingiz kerak. Sizni kechroq ko'ribman. Men yaqinda ko'rdim, 2 oy oldin ko'rdim. Odamni uyini olib kelib, unga qarab va undan rozilik olib chiqarib olish boshqa-yu. Mana u dorini olib 5 marta og'zingizni chayqaysiz yoki 3 marta ichasiz deb nariyaga boshqa ishi bo'lmay qoladigan odam bilan bu kasal dorini berib yubordi. Nariyaga bilan nima ishi bor? Menga muhimi kelishingizdan ketishingiz muhim. Mana shu ketishingizgacha sizga masalan shunday xizmat ko'rsatishim kerakki, bolangiz yaxshi bo'lib, mendan umringiz oxirigacha minnatdor bo'lib yurishingiz kerak. Ana o'shaning uchun Xudo bizga mana shunday ilm berdi, Xudoga shukr. Tushundingiz-a? Ha, tushundim. Salomat bo'ling. Mana rahmat sizga. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Assalomu alaykum. Tak. Sherzodbek. Ergashevmi? Ha, Ergashev Muhammad Ali. 2020-yil. Tak, bola 5 yashargimi hozir? Ha, 5 yosh. Xo'p. 14-aprel kuni
2025-yilda keldinglar. Ha, shunaqa. Tak. Kolit degan kasallik bilan xulosa bilan keldingiz, ha? Ha. Necha yildan beri? 1,5 yil. 1,5 yildan beri bir joyda davolandingiz, ha? Ha, Samarqandda, Toshkentda. Nima o'sha, nima qilib bezovta qilganda bordingiz? Bu ichidan shilimshiqlar kelib qoluvdi-da, axlatga ko'proq chiqardi, tez chiqardi. Keyin tez buzilardi-da, ichi doimiy mana shu 1,5 yil ichida parhezda yuramiz-da, doimiy. Sal anaqa bo'lsa, yeb qo'ysa, yana shunaqa ketib qoladi. Keyin o'sha davolandingiz, yaxshi bo'ldimi? Yo'q. Keyin qancha vaqt chidadingiz keyin? 1,5 yildan beri shunaqa Yo'q, yuribmiz. mana o'tgan yili borgansiz, yil boshida, to'g'rimi? Sen Bordingiz. avgust oyida borgandim. Ha, avgust oyida bor. Undan keyin chidab turdingiz, yana qachon bordingiz? Pulni uyda dorilar ichib yuradi-da. Bola mana shunaqa emas edi bu kelganda. Ha? Jim o'tirardi bir xursand, har qarang ichiga sig'masini. Ha, shunaqa. Keyin davolandingiz ikkinchi marta Samarqandda. Undan nima natija berdi? Birinchi Samarqandda davolandik, keyin Toshkentda davolandik. Toshkentda. Ikkalasida ham natija bo'lmadimi? Toshkentda qayerda davolandingiz? Pediatriyada. Pediatriyada. Qoraqamishda. Ha, Samarqanddachi? Anaqa o'zi shunaqa poliklinikasida shunaqani olib keldik-da. Ha, lecheniya olib keldilar. Endi qarang, sutkasiga hojatga bir sutkada 5-6 marta chiqadi deb yozibsiz. Ha, O'sha kuni yozdingiz. Nimalar o'zgardi shunda? Hozir faqat bir mahal chiqadi, ertalab klizmadan keyin chiqyapti. O'sha kelganimizdan keyin birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kundan o'sha o'zi holiga tushdi-da. Axlatda shilta va nima? Shilimshiq bor. O'zgardimi? Ha, yo'q ular hozir. Ha. Mana bu qornida dam bo'ladi degan joyingizdachi? 3 kundan beri dam yo'q. 3 kunmi? Va u boshlarida sal bo'lib turdi, hozir umuman yo'q-da. Boshida sal bo'lib. Bolam injiq bo'lib qolgan. Yo'q, o'ynab yuribdi, yaxshi. Bu injiqligiga kirmaydi. Yo'q. Sab, ha? Yerga ursa, kasabchi degan. Ha, shunaqa. Eng muhimi, o'zingizni ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi. Ha, to'liq, ha? To'ldi. O'zingiz bolangiz ehtiyot qilasiz. Mana tavsiyalarim, meva-cheva bermay turasiz. Orqasidan kuzatib yurasiz 6 oygacha. Kuzda boshlaysiz meva-chevani berishni. Mana hozir nevaralarimda bir narsa banan berayotgan bo'lsam, ichkariga kiringlar, bolalar tarmashmasin deyman. Xuddi shunday qilib avaylab turasiz. Meva yezdimi, asta-sekin ichib o'ta boshlaydi. Saqlasangiz ichagi qotadi, yaralari bitadi. Yarasi bitadi. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Bu bola bular tez o'suvchan. Qayerdan keldingiz? O'zimizda Jizzaxda she'rdan. Jizzax qayer? Inglizdan anaqa Nurafshon mahallasidan. Nurafshon. Shuncha yo'l bosib kelibsiz. Afsuslanmaysiz? Yo'q, umuman afsuslanganim yo'q. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Salomat bo'ling. Yaxshi yetib olinglar. Bundan keyin kasal bo'lmanglar. Rahmat sizga ham. Dunyo turguncha turing. Mana shu bemorlarni baxtiga har doim sog' bo'ling. Bizga o'xshagan bemorlarga har doim shunaqa yordam beravering. Yana bir marta kalitni davolash uddasidan chiqdimi? Ha, rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat sizlarga.